Salom, mening ismim Tot va ushbu video orqali men sizni dunyo bo'ylab tafakkur sayohatiga taklif qilmoqchiman. Bu sayohatda biz birgalikda ma'no nima, go'zallik nima, hayot nima, yovuzliklar qayerdan keladi va umuman voqelikning asl tabiati o'zi nima kabi savollarga javob qidiramiz. Albattaki yo'l yo'lakay sizning shaxsiy hayotingizni ham har bir jihatini so'roq qilamiz. Nima uchun qilayotgan ishingizni qilasiz? Nima uchun o'ylayotgan narsalaringizni o'ylaysiz? Nima uchun his qilayotgan narsalaringizni his qilasiz? Endi agar siz eski tomoshabinlarimdan bo'lsangiz, "Hey Tot, bu savollarga javoblarni oldingi videolaringda o'rganib bo'lganmiz-ku" deyishingiz mumkin. Va to'g'ri, ilm-fan albattaki bizning fikrlarimiz, his-tuyg'ularimizni va xatti-harakatlarimizni tushunishga yordam beradi. Lekin bu sayohatda biz shunday mavzularni ko'taramizki, ularni faqatgina gormonlar yoki neyrotransmitterlar, shaxsiy tajribalar yoki irsiy omillar bilan tushuntirib bo'lmaydi. Chunki nima demang, aslida bizni biz qiladigan ushbu kimyoviy moddalar va tajribalar bitta savolga javob bersa-da, orqasidan 10 ta savol tug'diradi. Masalan, agar mening barcha qarorlarim haqiqatan ham aytaylik men qanday tarbiyalanganligim va miyamdagi kimyoviy moddalar va ularning reaksiyalari natijasi bo'lsa, unda mening tanlovlarimdan birortasi haqiqatan ham erkinmi? Va agar men o'z qarorlarimni qabul qilish yoki o'z harakatlarimni tanlashda erkin bo'lmasam, bunday holda qanday qilib men qilmishlarim uchun javobgar bo'lishim mumkin? Ha, tushunib turganingizdek bu sayohat juda mijg'ov bo'ladi. Chunki biz yo'limizda bilgan va ko'rgan narsalarni shunchaki tasvirlash o'rniga ularni baholaymiz. Hech narsaga bu shunchaki hayot haqiqati deb qaramaymiz. O'z taxminlarimizni chetga suramiz va bu dunyoga uni go'yoki hech qachon ko'rmagandek qarashga harakat qilamiz. Shuningdek, qiziq bir eksperiment sifatida qanday qilib Batman o'zligimizni anglashga yoki hamma bilgan Matrica kinosi Rene Descartesni tushunishga yordam berishini ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari biz javob berib bo'lmaydigan savollarga javob berishga harakat qilamiz va ming yillar davomida daholarni qiynab kelgan paradokslar ustida bosh qotiramiz. Bu sayohat murakkab, uzoq muddatli va bosh og'ritadigan bo'lishi aniq bo'lsa-da, oxir-oqibat ikkalamiz uchun manfaatli bo'lishi aniq, chunki bu sayohatning nomi falsafa. Falsafa haqida gapirishdan oldin o'zi bu so'z qayerdan kelganini bilish lozim. Miloddan avvalgi 500-yillar dunyo bo'ylab katta intellektual harakatlar davri bo'lgan. Osiyoda buddizm va jainizm rivojlanayotgan bir paytda Yunonistonda yangi fikrlash uslubi avjiga chiqayotgan edi. Yunon olimlari voqelikni filos va mitosga, ya'ni aniq va hikoyaviyga ajratishga harakat qilishgan. Gomer kabi shoirlar dunyoni hikoyalar orqali tushunishga va tushuntirishga harakat qilayotgan bir paytda, faylasuflar bu ishni ko'proq analitik va bugungi kunda ilm-fanga o'xshash usullar orqali qilishgan. Shunday qilib, filosofiya, so'zma-so'z tarjimada donolikka muhabbat o'sha paytlar dunyoni tushunishning yangi usuli bo'lgan. Va qadimgi Yunon olimlari falsafa so'zini ishlatganda asosan har qanday narsaning akademik uslubda o'rganishi degan ma'noni bildirishgan. Dunyodagi birinchi universitetlardan biri bo'lgan Plato akademiyasi va Aristotel litseyi kabi joylarda matematika, biologiya, fizika, she'riyat, huquqshunoslik va astronomiya kabi fanlarning barchasi falsafa hisoblangan. Keyinchalik olimlar o'z fanlariga chuqurroq kirisha boshlaydi va shu bilan ularning fikrlash orasidagi farqlar borgan sari kattalashib ketadi. Kuchli empirik elementlarga ega bo'lgan tadqiqotlar ilm-fan, ya'ni javoblar izlash deb atala boshlaydi. Falsafa esa javoblar emas, ko'proq savollar, ayniqsa katta savollar haqida fikrlash usuli sifatida tushunila boshlaydi. Va endi mana 2,5 ming yil o'tgach, bugungi faylasuflar hali ham qadimgi Yunonlar qoldirib ketgan o'sha eski savollar ustida, ularning ba'zilariga hech qachon javob bera olmasligini bilishsa ham bosh qotirishda davom etishmoqda. Xo'sh, faylasuflarni uzoq vaqt davomida qiziqtirib kelgan bu katta savollar, qanday savollar? Misol uchun, dunyoni qanday ta'riflasa bo'ladi? Shu joyda siz ha javob oddiy-ku, shunchaki atrofga qara, nimani ko'rsang dunyoni shunday ta'riflaysan deyishingiz mumkin. Ammo falsafiy yondashuv faqatgina kuzatuvga asoslanmagan. Esizdami? Falsafa bu savol ustida bosh qotirish. Faylasuf dunyoni qanday ta'riflash mumkin deb so'raganda, u aslida voqelikning asl tabiati nima deb so'ramoqchi bo'ladi. Masalan, dunyo faqat materiya va energiyadan iboratmi yoki yana boshqa bir balo bormi? Va agar dunyo faqat materiya va energiya bo'lsa, unda bularning hammasi qayerdan paydo bo'lgan? Xudo? Va agar javob Xudo bo'lsa, Xudo nima degani va uni qanday ta'riflash mumkin? Yoki faylasuf dunyo haqida savol berganda, u aslida dunyo fuqarosi sifatida o'zining tabiati haqida ham so'ragan bo'lishi mumkin. Masalan, men qanday mavjudotman? Menda ruh bormi? Menda o'limdan keyin omon qoladigan g'ayrimoddiy bir narsa bormi? Shu kabi savollar haqida fikr yuritishni faylasuflar metafizikani o'rganish usullari deb bilishadi.
Metafizika falsafaning 4 asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, u dunyo, olam va mavjudlikning tabiatini tushunishga urinadi. Ushbu savollar bosh og'riq bo'lishiga qaramay, ba'zi bir faylasuflar o'zi bu savollarga javoblarimiz to'g'riligini qayerdan bilamiz deb bosh qotirishadi va shu bilan ular javoblar haqiqatligini aniqlashda yordam beruvchi alohida savollar to'plamini keltiradi va bu savollar yig'indisini falsafaning asosiy bo'limlaridan ikkinchisi bo'lmish epistemologiya, so'zma-so'z tarjimada bilimni o'rganish deb atashadi. Epistemologlarning eng yoqtirgan savoli: dunyo haqiqatdan ham men o'ylagandakmi? Men ko'rayotgan, men o'ylayotgan va boshdan kechirayotgan hamma narsa haqiqatmi? Agar haqiqat bo'lmasa, unda haqiqat nima? Va o'zi haqiqatni anglashning eng yaxshi usuli qanday? Ilm-fan eng yaxshi usulmi yoki ilm-fan ojiz bo'lgan boshqa yo'llar bormi? Lekin shunda ham ular nima haqiqat, nima yolg'on bo'lishi mumkinligi haqida qandaydir tushunchaga ega bo'lganda ham, ularda shu zahoti mening tushuncham o'zi to'g'ri ekanligini qanday bilaman? Noto'g'ri ekanligini-chi? Va oxiri men o'zim haqiqiymanmi va o'zi biror narsani bilamanmi kabi savollar tug'iladi. Kimlardir uchun epistemologiya ma'nosiz va amaliy jihatdan foydasiz tuyulishi mumkin, lekin falsafaning asosiy yo'nalishlaridan uchinchisi bo'lgan qadr nazariyasi aynan shunga e'tibor beradi. Ya'ni fikrlashni ma'no va amallar atrofida jamlashda. Masalan, qanday yashash kerak va nimaga ma'no berish kerakligini tushunishda yordam beradi. Qadr-qiymat nazariyasi odatda ikki yo'nalishga bo'linadi. Birinchisi etika. Etika bu falsafadagi odamlar bir-birlari bilan qanday yashashi kerakligini o'rganuvchi yo'nalish. Etika shunchaki o'tirib olib qilmishlar haqida hukm chiqarishni emas, balki men odamlarga qanday munosabatda bo'lishim kerak, begonalarga bo'lgan munosabatim yaqinlarimga nisbatan boshqacha bo'lishiga biror bir sabab bormi? O'zimga nisbatanchi, hayvonlargachi yoki yashayotgan joyimgachi, o'zi majburiyatlarim bormi? Agar bo'lsa, ular qayerdan keldi kabi savollarni ilgari suradi. Xullas, inson qilmishlari yaxshi yoki yomonligini aniqlash uchun qanday tizimdan foydalanishingizdan qat'iy nazar, natija qadriyatlaringiz bilan belgilanadi. Shu sababli ham etika qadr nazariyasining bir qismi hisoblanadi. Lekin shu bilan qiymat nazariyasining ikkinchi yo'nalishi qilmishlar to'g'ri-noto'g'riligi haqida emas, balki go'zallik haqida. Estetika bu falsafadagi go'zallik va san'atni o'rganuvchi yo'nalish. Bugun go'zallik tushunchasi deyarli hamma joyda, ommaviy axborot vositalaridan tortib maktablar, bog'chaxonalar, sartaroshxona va hatto hojatxonada qo'llanadi. Estetikaga oid iddaolar bizning og'zimiz chekkasidan bemalol chiqib ketsa-da, faylasuflar uchun bu oson masala emas. Ular estetikani tushunish uchun dastlab go'zallik o'zi nima va umuman go'zallik degan narsa mavjudmi kabi savollarni ilgari surishni lozim deb bilishadi. Estetika qadr-qiymat nazariyasining bir qismi bo'lishiga sabab biz go'zallik va san'atni qadrlaymiz va baholaymiz. Falsafaning bu yo'nalishini o'rganuvchi odamlar o'zlarini estetiklar deb atashadi va ular aksariyat faylasuflardan farqli o'laroq go'zallikni nisbiy sifat emas, balki obyektiv haqiqat bo'lgan sifat deb da'vo qilishadi. Va nihoyat falsafaning yana bir ajoyib jihati borki, deyarli har bir munozarada, har bir bahsda uni e'tirof etish shart hisoblanadi. Sababi u boshqa yo'nalishlar kabi savollar bermaydi, aksincha javoblarni topishga yordam beradi va uning nomi mantiq. Mantiq faylasufning asosiy quroli. Faylasuflar undan o'z savollariga aniq, qisqa va tizimli tarzda javob berishda foydalanadi. Mantiq fikrlashni, dalillarga asoslangan kuchli argumentlar va e'tirozlar taqdim qilishni va iddaolarda mantiqiy xatolarga, ya'ni mantiqning ashaddiy dushmani bo'lgan safsataga yo'l qo'ymaslikni o'rgatuvchi falsafaning asosiy yo'nalishi. Xo'sh, siz hozir ushbu metafizika, epistemologiya, qadr nazariyasi va mantiq kabi narsalarni eshitib, bu enasini emgir falsafa juda murakkab va mujmal ekan-a deb o'ylashingiz mumkin. Lekin aslida siz o'zingiz deyarli har kuni falsafa bilan shug'ullanasiz. Har safar ota-onangiz bilan bahslashganingizda yoki kimdir bilan uchrashish kerakmi deb o'ylanganingizda yoki tushlikka osh va sho'rva tanlovi o'rtasida qolganingizda siz falsafa bilan shug'ullanasiz. Chunki siz o'sha payt dunyo va undagi o'z o'rningiz haqida o'ylaysiz. Nimani qadrlashingizni, nima uchun uni qadrlashingizni va u haqida nima qilishingiz kerakligini aniqlaysiz. Xo'sh, bugun biz falsafa nimaligini bilib oldik. Endi bizning rejamiz falsafaning ushbu asosiy sohalarini o'rganish. Keyingi videolarda endi biz ushbu katta savollarni va ularning mavjud bo'lgan javoblarini ko'rib chiqamiz va buni qilishda biz har safar ikki bosqichli usuldan foydalanamiz. Birinchidan biz berilgan mavzuni haqiqatdan tushunishga harakat qilamiz. Men keltirgan ba'zi bir g'oyalarga siz albattaki qo'shilmaysiz. Bu aniq. Men ham ko'piga qo'shilmayman. Lekin maqsad bunda emas. Maqsad g'oyani chin dildan, iloji boricha mukammal tarzda tushunishga harakat qilish. Keyin ikkinchi bosqichda ushbu tushunchalaringizga jiddiy tanqidiy nazar solasiz va siz to'g'ri yoki noto'g'ri deb bilgan narsalarni mutlaqo aksini isbotlashga harakat qilasiz. Nimaga? Chunki faqatgina shu yo'l orqali siz qaysi tushunchalar qadrlashga arzigulik va qaysilari arzigulik emasligini tushuna olasiz.
Va aynan shu falsafaning asosiy maqsadi. Sizga o'z g'oyalaringizni qo'llab-quvvatlash uchun dalillar tuzishni va shu bilan nima uchun siz o'zingizni to'g'ri deb his qilayotganingizni tushuntira olishingizni ta'minlash. Buni amalga oshirish uchun esa siz falsafiy fikrlashni, ya'ni hayotning eng murakkab savollarini o'rganish uchun qo'llaydigan asosiy qo'llanmani tushunishingiz kerak va sayohatimiz davomida biz aynan shu tomonga yo'l olamiz. Hozircha esa biz falsafaning qadimgi Yunonistondagi tarixiy kelib chiqishi va uning 4 ta asosiy bo'limi metafizika, epistemologiya, qadr-qiymat nazariyasi va mantiq haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Shuningdek, biz qanday qilib keyingi mavzularda turli dunyoqarashlarni tushunish va baholash kerakligi haqida mulohaza yuritdik. Xo'sh, shunday ekan, keyingi sayohatlarimizda ko'rishguncha, xayr, tinch bo'ling.